Alaykum aziz obunachilar. Mana bismillahirrahmanirrahim deb tandirlarni o'tirlarda yahayapmiz. Tog' go'shlik, qazi, mol go'shlik, qazi, buqa go'shdan dumbalar solinyapti. Qo'chqorni dumbasidan solingan qo'y go'shi pishyapti. Xudo xolasa pishadi. Hozir tandirda qizdiryapmiz. Mana olovlarimiz yo'q. Mana asaka choyxonasida pishiramiz, xudo xolasa. Mana aziz obunachilar kelaverasizlar. Bitta baliq pishiradi. Baliqlar ham zo'r. Mana aziz obunachilar, o'tin tushirdik 950 mingga. Mana hammasi o'rik o'tin. O'rik o'tin mana. Ishi zo'r. Mana 950 mingga tushirdik. Qolganlarni ham sekin-sekin ko'rsataman. Mana ichkarilar. Odamlar kelishni boshladi. Mana xonalar ko'p. Ko'p kelaverasizlar. Mana ko'p. Xonalar ko'p. Ayollar ham o'tirish qilsa bo'laveradi. Yozga so'rilar ham bor. Mana. Ayollar ham o'tirish tug'ilgan kunlar o'tirishlarini qilsa ham bo'laveradi. Kelaverasizlar. Mana. Xonalar rosa ko'p. Bismillahirrohmanirrohim. Mana aziz obunachilar bo'ldi, qizidi, cho'qam tushdi. Bo'ldim. Mana qo'yimiz, qo'chqor qo'y pishiryapmiz. Xudo xolasa inshaalloh yaxshi bo'lib chiqadi. Tog' qazilarimiz, tog' go'shtli qazilarimiz mana. Xudo xolasa inshaalloh hozir pishadi. Mana mol go'shtli qazimiz, dumbalar solingan. Mana aziz obunachilar, mana bu tovuqlik, tog' go'shtlik qazi, mol go'shtli qazi, dumbalar solingan. Bu tog' go'shtli qazimiz. Mana hozir pishadi, xudo xolasa inshaalloh. Mana go'shtlarimiz tandirda pishadi. Xudo xolasa o'rik o'tin